Eshitishim bo'yicha kimdir ro'mol sharflarni yarashtirib o'ziga o'ramayotgan ekan. 10 yildan ortiq tajribaga ega ro'molshunos, hamma cringe ro'mol o'rashlardan o'tgan, sharf o'rash ustida eksperimentlar o'tkazgan. Men bugun sizga yordam beraman bu masalada. Qattandir ukam kadrga tiqilib qopti. Okay. Uzoqdan olib keladigan bo'lsak, o'zingizni yuzingiz shaklini birinchi topishingiz kerak. O'zi juda ham ko'p yuz shakllari bor, lekin biz baza qilib to'rttasini olamiz. Avval to'rtburchak, uchburchak va dumaloq. Men to'g'risi yuzimning shakli qanaqaligini bilmayman. Bir 6 burchak bo'lsa kerak. O'rashni esa 3 xil materialda ko'rsatib beraman. Trikotaj, shifon va to'rtburchak ro'mol. Aytgancha yana bitta moment qizlar. Ro'molning orqasi pachoq bo'lsa, oldiga ham, oldini vizualiga ham ta'sir qiladi albatta. Shuning uchun ham men orqaga mana shunaqa narsa kiyaman. Hop, shifondan boshlaymiz. Yaxshilab qaranglar qizlar, bu ayniqsa avval dumaloq yuzli qizlarga juda ham zo'r tushadi. Sharfimizni oldini svobodniy tashab, mana tegidagi joyini bundoq qilib bo'ynimizga yaxshilab yopishtirib taqib qo'yamiz. Keyin esa xohlasanglar o'ng tarafini, xohlasanglar chap tarafini bundoq yelkamizdan aylantirib, uchini bu tarafga olib kelamiz. Va osilib turgan tarafini olib kelgan tarafingiz bilan birlashtirib, koftangizga taqab qo'ysangiz ham bo'ladi. Taqib qo'ysangiz bo'ladi. Va qarabsizki, ikki tarafini ham orqaga tashab qo'ysangiz va ikkita chetingizdan bundoq nina bilan qotirib qo'ysangiz, formasi ham juda ham chiroyli turadi va avval yuzli dumaloq shakldagi shochkalari katta qizlarga ham juda ham chiroyli turadi. Keyingi sharf o'rash usuli esa bu meni hadavoy любой joyga chiqqanda o'raydigan usulim. Bu uchini bundoq qayirib orasizlar yaxshilab, ikkita nina bilan ikkita chekkasini qotirasizlar va yana bundoq qisqich bilan oldini taqasizlar, bitta aylantirasizlar. Va uchini qayirganinglar hisobiga yuzinglar lepeshkada ham bo'lib turmaydi, chiroyli estetik ko'rinadi. Keyingisi esa bu to'rtburchak ro'mol usuli. Ikkita chekkadan qotiramiz, hammasini orqaga tashlaymiz. Bir tarafini bo'yinni atrofida aylantirib olib kelib qadab qo'yamiz. Ikkinchi tarafini esa skladkalar qilib, yon tarafga chiroyli qilib, galstukka o'xshab qo'yamiz. Oxirgi ro'mol o'rashimiz esa bu trikotajni. Trikotaj sharflarni yuzni katta ko'rsatadigan xususiyati bor. Shuning uchun ham men ikkiga buklab uchini o'rayman va qolganini esa mana shunaqa chiroyli qilib svobodniy qilib, yuzim katta ko'rinmasligi uchun shunaqa qilib tashlab olaman. Shuning uchun ham trikotaj o'rasanglar maksimalni o'zingizga yarashtirib o'raylar.